Baş u. Yalğız u. Ayaq u. Ulanmı u. Endi siz u harfining so'zlardagi o'rni bilan tanishib chiqing. Daraxtda uva, uvda qağa, ısıl oynayman qaruq laylayga. Sunun akam dombaq o'gatdi, dombaqni chalsam yerilib ketdi. Buğa, mingizingni ber, bermayman, etib-etdiman, qechib ketdiman. Mas'ud hoylida o'tin yaridi, ishi tegilsa toyg'i baridi. Ne'ga uni qo'ysak, nu bo'ladi. Ne, u, nu. Nu. Te'ga uni qo'ysak, tu bo'ladi. Te, u, tu. Tu. Se'ga uni qo'ysak, su bo'ladi. Se, u, su. Su. Ze'ga uni qo'ysak, zu bo'ladi. Ze, u, zu. Zu. U, ne, un. Un. Te, u, tu, ze, tuz. Tuz. Turga nani qo'ysak, turna bo'ladi. Te, u, tu, re, tur. Ne, ana, turna. Oga tunni qo'ysak, o'tun bo'ladi. O, te, u, tu, ne, tun. O'tun, o'tun. Ze, u, zu. Ne, u, nu, ne, nun. Zu, nun. Se, u, su. U, se, us. Us. Zunun, su, us. Dam olish kunida. Ay Tursunay, bu yoqqa chiqa. Usul mashq qilayli. Hozirgacha o'rnidan turmag'inini qarasin ya. Agar chiqmasang mashq qilaverman juma. Odam najabni teriktirdi. Deganda do'mboq chalib odamning beshini og'ritib nima qildigan bu? Qarab baqaychi. Hay, Mas'ud, sarang bo'ldingmi? Nimaga deganda to'xtamay do'mboq chalasan? Tunugin birga usul mashq qilamiz deyishgan emasmi? Unutib qoldingmi? Kechirgin, unutib qopdiman. Saqlab tur, hozirla chiqaman. Bir kecha o'tmayli unutib ketganing nimasi? Undaqda saqlab turay, chopsam bo'l. Tursunay, o'zdan bo'yiga berib, birdan o'ynab kelaylimi? Qara avtornilarga nima degan ratib kuchiyotgani? Bu yayloq nima degan go'zal. Mas'ud qarg'ina, bo'g'larning mingizi nima degan uzun, daraxt shig'iga o'xshaydi ekan. Yura, taraflarga berib qarab boqayli. Kimning uyi? Umi, do'stim Zumunning uyi. Hay, bu yerda to'rnan nima degan ko'p? Ay, bu bek yiroq ekan, erib ketdim. Qarg'ina Tursunay, Zumun u yerda suv sepdi. Yaxshimisan Zumun otash? Sizlarmidinglar? Sizlar bu yerga qanday xo'p kelib qoldinglar? Sen bilan ko'rishgili, yurasinin, birga o'ynab kelayli. Yo'q, men opamga suv akirib bermasam bo'lmaydi. Hay, qaranglar, daraxtning ustiga, o nimaning o'zi?
u yerdan bir qush uchib ketyapti. To'xtanglar, men daraxt ustiga chiqib qarab boqay. Bu ularning tuxumi ekan. Hey, Mas'ud, uningga chiqilma. Qushlarni asrash bizning burchimiz. Biz ularning normal ko'payishiga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Tuxumni o'rniga qo'yib chapsan tushkin. Shunda, o tuxumga chiqilma Mas'ud. Qushlarni bizga o'xshash erkin yashasin.